Boshlaymi? Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun biz sizlar bilan falsafa fanini boshlaymiz. Bugun biz sizlar bilan falsafa fanidan birinchi mavzu falsafa fanining predmeti, mazmuni va ilm-fan, madaniyat va taraqqiyotdagi o'rni degan mavzu haqida gaplashamiz. Xo'sh. Bugungi mavzumizni quyidagi reja asosida gaplashamiz. Demak, birinchisi falsafa tushunchasining kelib chiqishi, falsafaning predmeti va vazifalari. Ikkinchisi dunyoqarashning mohiyati, tuzilishi va funksiyalari. Uchinchi rejamiz dunyoqarashning tarixiy shakllari. To'rtinchi rejamiz falsafaning asosiy yo'nalishlari va nihoyat beshinchi rejamiz fan, ilmiy dunyoqarash shakli, fanning funksiyalari va taraqqiyotning asosiy bosqichlari degan rejalar asosida gaplashamiz. Demak, bugungi mavzumizni sizlar bilan ushbu 5 ta reja asosida gaplashamiz. Xo'sh. Hurmatli talabalar, falsafa o'zi nima? Falsafadan nima naf? Biz eng avvalo bilishimiz kerak. Nima uchun biz falsafa fanini o'rganyapmiz? Falsafadan nima naf? Demak, bunga quyidagicha javob berishimiz mumkin. Birinchidan tanqidiy fikrlash, ikkinchidan o'zlikni anglash, muammolarni yechish, muloqot va munozara, xo'sh, axloqiy yo'l yo'riq, mohiyatni tushunish, fanlar aro tushunchalar, madaniy va tarixiy tushuncha, innovatsiya va taraqqiyot, ekzistensial va hayotiy savollar kabi savollarimizga falsafa fani javob beradi. Falsafani o'rganishimizdan maqsad biz mana shu tushuntirilgan asosiy savollarga javob olamiz. Xo'sh, falsafa o'zi ma'nosi nima? Falsafa demak tushunchasi yunoncha pelio sevaman va sophia donolik so'zlaridan kelib chiqqan bo'lib, donolikka muhabbat ma'nosini anglatadi. Falsafa so'zini qadimgi yunon mutafakkiri Pifagor, matematik olim bo'lgan u kishi miloddan avvalgi 6-asrda tayyor holda afsonalar, rivoyatlar, an'analar orqali avloddan avlodga o'tuvchi bilimni inson o'z aqliga tayanib mushohada yuritish va tanqidiy fikrlash yo'li orqali olish mumkin bo'lgan bilimdan farqlash maqsadida yaratgan. Xo'sh, hayot o'yinga o'xshaydi. Ba'zilar unga musobaqalashgan kelsa, ayrimlar savdolashgani, eng baxtlilari esa tomosha qilgani keladilar. Hayotda ham xuddi shunday. Ba'zilar qullar kabi shuhrat va boylikka o'ch bo'lib dunyoga keladi. Vaholanki faylasuflar faqat haqiqat uchun keladi deb aytgan edi buyuk faylasuf, matematik olim Pifagor. Xo'sh, falsafa dunyoning tabiati, inson bilim, axloq va borliqning boshqa tomonlari haqidagi fundamental narsalarni o'rganadigan va keng, ko'p qirrali bilimlar sohasidir. Falsafa voqelik asoslarini tushunishga, barcha bilimlarimiz va e'tiqodlarimizga asos bo'lgan asosiy tamoyillarni o'rganishga, fikrlash va argumentatsiya usullarini ishlab chiqishga intiladi. Falsafa ham turli oqim va oqimlarga bo'linadi. Ularning har biri falsafiy masalalarning ma'lum jihatlariga e'tibor qaratadi va o'ziga xos tushuncha va nazariyalarni ishlab chiqadi. Demak, falsafa quyidagi savollar bilan shug'ullanadi. Inson hayotining ma'nosi nima? Qadriyatlar va axloqiy me'yorlar qanday? Haqiqatning mohiyati nima? Bilimning kelib chiqishi va tabiati nimadan iborat? U faqat nazariy jihatlar bilan cheklanib qolmaydi, balki hayotning ko'plab sohalariga, jumladan siyosat, axloq, fan, san'at va dinga ham ta'sir qiladi. Xo'sh, falsafaning predmeti. Inson o'z qiziqishi obyekti haqida muayyan tasavvur hosil qilish maqsadida savol berishga asos bo'lishi mumkin bo'lgan hamma narsa falsafaning predmetidir. Demak, butun borliq falsafaning predmeti. Olam va odam muammosi falsafaning asosiy predmeti hisoblanadi. Xo'sh, falsafaning asosiy funksiyalari. Demak, qanday funksiyalari bor falsafaning? Birinchidan tarbiyaviy funksiyasi, ikkinchidan axloqiy funksiyasi, uchinchidan aksiolog funksiyasi, to'rtinchidan madaniy funksiyasi,
beshinchidan integrativ funksiyasi, oltinchidan metodolog funksiyasi, yettinchi gnoseologik bilish va sakkizinchi dunyoqarashni shakllantirish. Bu funksiyalar falsafaning asosiy funksiyalari hisoblanadi. Dunyoqarash insonning o'zini qurshagan borliqqa va o'z-o'ziga nisbatan yondashuvlar tizimi, shuningdek uning mazkur yondashuvlar bilan belgilangan hayotiy ideallari, e'tiqodlari, bilish va faoliyat tamoyillari, qadriyat va mo'ljallaridir. Dunyoqarashning mohiyati, tuzilishi va funksiyalari ana shulardan iboratdir. Dunyoqarashning tuzilishi, dunyoning tuzilishi, dunyoni tushunish, dunyoni sezish, dunyoni idrok etish. Demak, dunyoqarashning tuzilishi uchta asosiy omilni o'z ichiga olar ekan. Birinchidan biz dunyoni tushunamiz, ikkinchidan dunyoni sezamiz, uchinchidan esa dunyoni idrok etamiz. Dunyoqarash bajaradigan funksiyalar, bilish, qadriyatlarga munosabat, xulq-atvorni belgilab beradi. Xo'sh, shubha dunyoqarashning muhim elementi bo'lib, u insonni dogmatizm, ya'ni bir yoqlama, notanqidiy fikrlash, u yoki bu qoidani shak shubhasiz haqiqat deb qabul qilishdan asraydi. Dogmatizmning qarama-qarshi spektizmi bo'lib, bunga shubha mutlaqlashadi. Fikrlashning asosiy omiliga aylanadi. Bilish va borliqni idrok etishning bosh tamoyili sifatida amal qiladi. Xo'sh, dunyoqarashning tarixiy shakllari: mif, mifologiya, din, falsafa, fan. Demak, bu to'rtta asosiy omil dunyoqarashning tarixiy shakllari hisoblanar ekan. Mifolog dunyoqarash turli xalqlarning dunyoning kelib chiqishi, tabiat hodisalari, fantastik mavjudotlar, xudolar va qahramonlarning ishlari haqidagi tasavvurlarni ifodalovchi muayyan tarz tizimida solingan dunyoqarashdir. Mif tushunchasi yunoncha mithos so'zidan kelib chiqqan bo'lib, afsona, rivoyat degan ma'nolarni anglatadi. Xo'sh, mifda ota, oqsoqol hukmi va qaror topgan an'analar muhim rol o'ynaydi. Rivoyat va uning mazmuniga nisbatan bunday munosabat zamirida e'tiqod, borliqni bevosita emotsional idrok etish yotadi. Mifolog dunyoqarash dunyoni yaxlit tushunish bo'lib, unda shubhaga o'rin yo'qdir. Xo'sh, diniy dunyoqarash bo'lib, ikkinchisi din so'zi arabchadan degan tarjimada e'tiqod, demak ishonch, ishonmoq degan ma'nolarni anglatadi. Dunyoni mutlaq hokimiyatga ega bo'lgan oliy mavjudot Xudo boshqaradi degan tasavvurga asoslanadi va shu bilan mifolog dunyoqarashdan farq qiladi. Xudo boqiy va shak shubhasizdir. U hamma narsani, makon va vaqt, materiya, barcha tirik jonzotlarni yaratgan. Xudo barcha yaxshi fazilatlarni o'ziga mujassamlashtirgan va hamma narsaga qodir. U dunyoni yaxshi ishlar uchun yaratgan, biroq u dunyoga erkinlik ham bergan. Yaxshilikka har kim zo'rlik ostida emas, balki o'z ixtiyoriga ko'ra kelishiga imkoniyat yaratgan degan tushunchani beradi. Demak, mifologiya, agar mifologiya an'anaga rivoyat qiluvchining, ya'ni oqsoqolning obro'siga e'tiqodi kuchli bo'lsa, din esa dinda g'ayritabiiy narsalarga e'tiqod birinchi o'rinda turadi. Oliy kuchlar nomidan rivoyat qiluvchi ruhoniylar obro'si esa ikkinchi darajali rol o'ynaydi. Demak, din funksiyalari orasida quyidagilarni farqlash mumkin. Dunyoqarashni shakllantirish funksiyasi, kommunikativ funksiyasi, tartibga solish funksiyasi va kompensatorlik funksiyasi. Demak, dinning asosiy ildizlari, dinning psixolog ildizi, dinning gnoseolog ildizlari, dinning ijtimoiy ildizlari, dinning siyosiy ildizlari kiradi. Demak, falsafiy dunyoqarash taxminan 3000 yil muqaddam dunyoqarashning 3-shakli falsafa paydo bo'lishi uchun zarur shart-sharoit Yevropa va Osiyoda deyarli bir vaqtda yuzaga keldi. Dunyoqarashning avvalgi shakllari mif va dindan farqli o'laroq falsafa dunyoni e'tiqod va tuyg'ularga tayanib emas, balki aql va bilimlarga tayangan holda tushuntiradi. Demak, biz bir narsaga e'tibor berishimiz kerak ekanki, falsafa dunyoni e'tiqod va tuyg'ularga tayanib emas, balki aql va bilimlarga tayangan holda tushuntiradi. Uning mif va dindan farqi ham ana shundan iboratdir. Falsafa dunyoqarash sifatida. Falsafa o'ziga xos ilmiy nazariy dunyoqarash turi.
dunyoqarashning eng yuqori pog'onasi va turi ratsionallik, sistemallik, mantiq va nazariy shakli borligi bilan ajralib turadi. Falsafiy dunyoqarash bilimga asoslangan, ishonch yoki rivoyatga emas. Falsafiy dunyoqarash refleksiv, fikrning o'ziga qaratilganligi. Falsafiy dunyoqarash mantiqqa asoslangan, ichki birlik va sistemaga ega. Falsafiy dunyoqarash aniq tushunchalar va kategoriyalarga asoslanadi. Falsafiy dunyoqarashning diniy va mifologik dunyoqarashdan farqi ham ana shundadir. Falsafaning dunyoqarash sifatida evolyutsiyasi bosqichlari, demak bu geosinterizm, kosmosinterizm va antrosinterizmlardir. Xo'sh, falsafaning quyidagilar falsafiy bilimning strukturasi hisoblanadi. Demak, ontologiya, mavjudlik, borliq haqidagi bilim, ijtimoiy falsafa, jamiyat haqidagi ta'limot, etika, axloq haqidagi ta'limot, xo'sh, mantiq, undan keyin gnosologiya, boshqa bir terminologiyaga ko'ra epistemologiya, bilish nazariyasi, estetika, aksiologiya, qadriyatlar haqidagi ta'limot, falsafiy antropologiya, inson haqidagi ta'limot va boshqalardir. Demak, falsafa va fanning umumiy jihatlari shundaki, avvalo aqlga tayanadi va oqilona bilimni yaratishga harakat qiladi. O'rganilayotgan obyektlar va hodisalarning qonunlar va qonunlarni aniqlashga qarab mo'ljal oladi. Kategoriyalar apparatini o'z tilini yaratadi va o'zlari ilgari surgan aqidalarga asoslanadi. Ular dalil isbotlar keltiradi va yaxlit tizimlarni yaratishga harakat qiladi. Demak, falsafaning dindan, mifologiyadan farqi ham shundaki, u asosan aniq bilimlarga tayanib ish ko'radi. Falsafa fan o'rtasidagi farq shundan namoyon bo'ladiki, falsafa doim u yoki bu faylasuf nomi bilan bog'lanadi. Bunda uning g'oyalari, asarlari bo'lishi va ularga boshqa faylasuflar qo'shilishi yoki qo'shilmasligi bog'liq bo'lmasligi mumkin. Fan esa mohiyat va e'tibori bilan jamoa mehnati mahsulidir. Xo'sh, falsafiy bilimlarni tajribada sinash mumkin emas. Aks holda ular umumiy bilimlarga aylanadi. Falsafa aniq prognoz bera olmaydi, ya'ni u ishonchli bilimlarni kelajakka tadbiq etishga doir emas, zero unda bunday bilimlar yo'q. Ayrim faylasuf falsafiy qarashlarning muayyan tizimi yordamida faqat bashorat qilish mumkin, lekin u olim kabi prognoz qilish yoki modellashtirishga qodir emas. Demak, fan taraqqiyotining asosiy bosqichlari, ilk fan taraqqiyoti bosqichlari miloddan avvalgi 1-asrdan 16-asrgacha, klassik 16-asrdan 19-asr oxirigacha, noklassik 14-asr oxiridan 19-asrning 70-yillarigacha va postklassik 19-asrning 70-yillaridan hozirgi davrgacha davom etyapti. Fan taraqqiyotidagi yondashuvlar, demak, sinterizm va siyentizm va antisiyentizm. Siyentizm fan texnika taraqqiyotining ijobiy jihatlarini mutlaqlashtiradi. Antisiyentizm esa siyentizmdan farqli fan texnika yutuqlariga salbiy munosabatlarda bo'lib, oqlonalikni demak oqlamaydi. Xo'sh, quyidagilar hozirgi vaqtda insoniyat uchun eng muhim fanlararo kompleks muammolar hisoblanadi. Demak, ekologik muammolar, barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash, jamiyat hayoti barcha jabhalarining globallashuvi. Shunday qilib, hurmatli talabalar, falsafa fani, demak, inson nimaga qiziqsa, nimani bilishni o'rgansa, o'sha narsalarga javob izlasa, o'shalarning barchasi bu falsafaning asosiy obyekti hisoblanadi. Shunday qilib, falsafa fani bizga borliqni, butun borliq haqidagi bilimlarni, insonni, demak, odam va olam haqidagi bilimlarni to'g'ri anglab olishimizda katta yordam beradi. Bugungi mavzumiz ana shulardan iborat. E'tiborlaringiz uchun rahmat.